Bu video 200 ming emas 400 ming deb nomlanadi. Yaqinda mani yaqinlarim bir domla topib o'qitaylik. Ehtimol shunaqa narsa bo'lsa bir yaxshi bo'ladi deb men bilan maslahatlashdi. Dedim. Bitta qori bor edi. Men hurmat qilardim. U qori domlada endi nima? Mani Qo'qonda uyimda ijarada yashab yurganda, ijara to'lamagan. Mani uyimda uylanganda u nima uylanib o'sha yerda nima qirqini chiqarib, o'sha yerda yashab ozgina yashab ketgan domla. Endi oilaviy bular nima bo'lib qolgan, dadamlar bilan bordi keldisi bo'lib qolgan. Shuning uchun biz uy bo'shligi uchun u odam yashab turganda nima 5-mi, 6-mi, 4-mi, nechanchidir xotinini xullas o'sha yerga uylangan domla edi. Men o'sha domlani chaqiringlar dedim. Nima bir dami kuchliroq domla dedim-da. Oti Mo'min u domlani oti. Tog'amlar olib keladigan bo'lishibdi. Yangi Qo'rg'onga borib, uni olib menga olib kelishdi. Meni ko'rsatishdi. Mana shu bolani o'qish kerak deb. O'qishni boshlayotgandi, men savol berdim-da. O'qishni boshlayapsizmi desam, boshlayapman, ozgina o'tirib tursangiz yaxshi bo'ladi. Yo'q, men o'tirib turaman-u. Muammo nimadaligiga qaramaysizmi degan savol berdim-da. Bu qatdan og'riyapman. Bir so'rab, surishtirib oldim. Bir tochkasini topib olib turib, o'sha tochkasiga urmaysizmi? Davo bo'lardi o'qiganingiz desam, oldin o'qib qo'yaylik, keyin tochkasini topib olamiz. Ladna dedim, o'tirdim. O'qidi. Yasin surasini o'qidi, yana bitta ikkita Chorqulni o'qidi. Haligi qasidaxon domlalarda o'qiydigan nimasi bor-da. O'qiydigan duosi bor. Kakalamakakmi degan duo o'qiydi. Shuni ham o'qimadi dadaji. Bo'ldi qildi. Bir 20 minutga bormadi. 15-20 minut degani yarim soat o'qidi. Ketayotganda savol berdim-da, domla dedim. Payg'ambarimiz jin ajina yopishgan bo'lsa insonlarga alhamdu bilan Fotiha surasi bilan Chorqulni o'qinglar deb buyurishgan. O'sha 4 ta quldan boshlanadigan suralarni buyurishgan u desam to'g'ri deyapti-da. Men shunaqa degan savol berdim-da. To'g'ri dedi. Sizlar qolgan narsalarni qatdan qo'shib oldilaring dedim-da. Qatdan qo'shildi bu qolgan narsalar? Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Fotiha, Chorqul deyaptilar. O'zingga dam solgin, senga jin yopishmaydi deyaptilar. Qolgan suralarni qanday qo'shdilaring? Bularda bir nimasi bormi? Tizimlashgan bir nimasi, haligi shakli bormi? Men bir eshitmoqchiman desam, yo'q, Qur'onda zarari yo'q dedi-da. Men Qur'onda zararli deb aytmadim, savol qo'ymadim. Men payg'ambarimizdan ham aqlliroq kim o'ylab topgan bu narsalarni degan savol berdim-da. Mana nima butun ummatga elchi bo'lib kelgan zot aytdilar, Fotihani o'qinglar, Chorqulni o'qinglar, o'zlaringga duo solinglar dedilar. Shunda jin yopishmaydi dedilar. Har holda bizga shunaqa tushuntirilgan, shunaqa o'qiganmiz. Lekin bu domlaga shunaqa savol bersam, Qur'onda zarari yo'q deyaptilar-da. Men Qur'onda zarari bor deb gapirmadim. Faqat nima qanaqa qilib bu joyga kelib qolingan, nima sabab bo'lgan bu narsalar qo'shilib borishiga, zamonmi, makonmi, nima ta'sir qilgan desam, bunga javob bera olmadilar. Endi
qanday chiqib ketishni bilmayaptilarda uydan. Domla dedim, boravering, yaxshi boring. Siz meni savollarimga javob berolmaysiz aniq deb chiqarib yubordim, xayrlashib. Tog'amlar ketishdi. Borishibdi. Domla rahmat deb qo'liga 200 ming pul berishibdi-da. 200 ming pul berishgan ekan, domla 400 ming bo'ladi sizlardan debdi. Endi tog'amlar mendan pul olgan yo'q, haligi chista по-братски o'zlari cho'ntagidan расчет qilamiz deb olib kelishganda endi u domlani. Endi tasavvur qilingda, по-братски 200 mingga mayli deb rozi bo'lib, tog'am beryapti-da, domla просто 400 ming so'rayapti-da. 400 ming. Men o'ylab qoldim-da. Nima, Qur'on o'qib qo'yishdi narxi 400 ming bo'lib ketganmikan? O'shanga sizlar nima deysizlar? Sizlarda qanaqa deyman? Har doim so'rayman, bitta ham yozmaysilar. Nima, sizlarda qanaqa? Haqiqatda men 400 ming bo'lib ketgani menga qimmat tuyulyaptimi yoki ko'p pul olganmi? Vaholanki tog'amlarga nima debdi? Bu bola sog'lom. Bunda hech qanaqangi insi jinsi yopishmagan. Deb haligi nima qilibdi-da. Yana o'qiz 3-4 marta o'qish kerak degan menga nima qilyapti-da, boshida davka qilyapti. Yana o'qiysizmi domla degan ekan, yo'q, jiyanlaring sog'lom absolyutno debdi. Sog'lom odamni o'qib turib 400 ming so'm просто pul olish haligi, yana haligi meni tuzimni yeb yurgan odamlarda, tushunyapsizlarmi? Meni tuzimni yeb yurgan odamlar shunaqa qilishi qanchalik to'g'ri? Men nimaga yonib kuyyapman, tushuntiryapmanmi sizlarga? Bu odamlar qatdan bunaqa narx chiqarib oldi o'ziga? Qatdan bunaqa duh oldi bu odamlar? Bunaqa narx qilib haligi oddiy aholidan 400 minglab pul oladiganchi? 400 ming pul qancha pul? Men tasavvur qilasizmi? 18 soat taksida ishlasam ham topolmaydigan pul ekanda. 18 soat ishlab ham 300 ming pul topdim-da. Men ulardan 100 marta yaxshi o'qiyman. 100 marta qiroatim chiroyli. 100 marta kerak bo'lsa damim kuchli ulardan. Ana gap kerak bo'lsa-da, lekin menga ko'p taklif bo'lganda, sen shuni qilishing kerak. Yo'q, men absolyutno unaqa narsa qilmayman-da. Buni ustozi bor, Yangiqo'rg'onda Mo'minjonning ustozi bor bitta inson. O'sha inson aytganda, sen agar shunaqa qasidaxon domlalikni bo'yningga olsang, yaxshi bo'ladi. Odamlarni davolab, o'sha dardiga davo bo'lib yurasan deganda. Shunaqa qilib aldabmi? Shunga javob berib yuboringlar. Nima deysizlar? Shunaqa qilib 400 minglab pulini olibmi? Po-братски na держи 200 ming desa, yo'q, с вас 400 debmi? Shunga bir bormi bunday javob berib yuboradiganlar? Просто meni shuna narsalar просто qiynaydi xolos. Men shularga javob topgim keladi. Men o'zidan aytyapman, so'radim, hozir o'zidan so'rasang bo'lmaydimi deyishingiz mumkin-da. O'zidan so'radim, просто haligi sichqondingni 1000 tanga bo'ldi-da o'ziga. Shunaqa qochdi. Uni tarix ko'rmagan unaqa qilib qochgan domlarni. Shunga nima deysizlar? Bir fikrlaringni shunday bildiringlarchi. Men mana shunaqa narsalar bilan qiynalyapman-da, meni boshqa narsalar qiynamaydi. Mana shunaqa melichopkalar, tushunyapsizlarmi? Men bularni to'g'irlash mumkin deb o'ylagan narsalarimda bular. O'shaning uchun qiynalaman. Haligi hech narsa qilmagandan ko'ra hech bo'lmasa mana shu videoni yozib, shuni bildirib qo'yay deb nima qilaman-da. Mana asl basharasi shunaqa-da bularni. Shuni aytib qo'yay deb qilaman xolos bu videolarni. Всем удачи, ребята.